Asosiy o'yin birinchisi 1-0 O'zbekiston g'alaba qozondi. To'g'ri eshitdingizlar, 2026-yil o'tkazilayotgan Jahon chempionati saralashining 3-bosqichida bugun O'zbekiston Qirg'izistonni mehmon qildi va 1-0 hisobida ajoyib g'alabani qo'lga kiritdi. Bu o'yinda fikrimiz nima do'stlar? Ya'ni Temur Kapadze birinchi marta terma jamoani maydonga tushirdi, juda ko'p imkoniyatlar bo'ldi va o'yin borasidagi fikrim vaziyatlar ajoyib bo'ldi. Yangi yosh futbolchilarga ko'proq imkoniyat berildi va shu o'rinda aytishimiz kerak, Qirg'iziston terma jamoasi ham himoyada juda ajoyib o'ynadi, yaxshi avtobus qo'ydi va aynan darvozabonni Qirg'iziston milliy terma jamoasi darvozaboni bugun ajoyib o'yin ko'rsatdi. O'yindan fikrim shu do'stlar, ya'ni raqiblarimizda ham o'sha yaxshi o'yinchilar juda ko'p edi. To'g'ri, juda ko'p hujum qilishmadi-yu, ammo darvozabonga yana bir marta aytaman, respekt. Ajoyib. O'yinda o'sha birinchi penaltini qaytardi va juda ko'p vaziyatlarni darvozabon bartaraf etdi. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekiston har doimgidek ajoyib o'yin, hujumkor, juda chiroyli o'yin ko'rsatdi. Endi birinchi o'yin imkoniyatlardan sal foydalanish muammosi bo'lib qoldi, chunki raqib to'liq himoyaga yotib olgan edi. Nima deymiz? O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilaymiz, qo'llab-quvvatlashda davom eting do'stlar va hali o'zbek katta futboli va media futbolda juda yangiliklar ko'p.